esdan chiqqan bo'lsa. Va asosiysi bir oy davomida ro'za tutdik. 12 soatdan oshiqroq och yurdik, chanqoq yurdik, qoloqdik. Lekin uni bilaylik, Alloh hammalaringni amallaringdan xabardorman. Alloh taolo xabardor zot. Hammasini ko'rib turibdi, bilib turibdi. Alloh shu oylardagi shu aytgan yaxshiliklarimiz, esimizga kelmagan qanaqadir yaxshiliklarimiz bor. Alloh o'zi xatolarni kechirib, kamchiliklarni kechirib, ulug' dargohiga qabul qilganligidan. Bu Ramazon ro'zasini tutish kichkina ibodat emas. Katta ibodatda ham kattasi. Ramazon oyi ro'zasi bu juda buyuk ibodat, juda ulug' ibodat. Qolgan ibodatlardan xo'ja ko'rsin, arab tilida riyo.